Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun bizni obzorimizda Hovo shassisida bo'lgan Juhe 52 metrli avtobeton nasosi. Ushbu shassini shahrimiz obyektlarida, qurilish obyektlarida ko'rishingiz mumkin. Keling, batafsil texnik parametrlari bilan tanishib chiqamiz. Hovo Juhe 52 asosan yirik qurilish kompaniyalari, ko'p qavatli binolar, ko'prik va infratuzilma loyihalari hamda beton ishlab chiqaruvchi zavodlar uchun mo'ljallangan. U tayyor beton aralashmasini mikser mashinalaridan qabul qilib, vertikal 52 metr va gorizontal 48 metr masofaga uzatadi. Oddiy qilib aytganda, bu texnika betonni pastdan yuqoriga yoki uzoq masofaga nasos orqali uzatadi. Shu sababli kran yoki ko'p ishchi kuchi kerak bo'lmaydi. Ushbu shassimiz 3 ta o'qqa ega bo'lib, bu og'ir yuklar bilan ishlaydi va qiyin hududlarda, boshqarish qiyin bo'lgan hududlarda bemalol boshqarasiz. Bu model Sinatruk Hovo yoki Citrak C7H604 shassisida ishlab chiqilgan. Ya'ni mashina 3 ta o'qli, oldingi boshqaruvchi, orqa 2 ta yetakchi o'q. G'ildirak formulasi 604. Bu esa baland yuklama va og'ir mexanizmni bemalol ko'tarishni ta'minlaydi. Shassisining uzunligi 12,15 metr, eni 2,5 metr, balandligi esa 4 metr. G'ildiraklar oralig'i 5,1 metr. Bu barqarorlikni oshiradi. Mashinaning to'liq og'irligi 35 tonna. Shuning uchun uni asosan katta obyektlar uchun ishlatiladi. Dvigatel Sinatruk MAN 6 silindrli dizel 440 ot kuchi bilan ishlaydi. Bu dvigatel Euro 5 ekologik standartga javob beradi va Common Rail tizimi orqali yoqilg'ini tejamli sarflaydi. Uzatuv tizimi korobka, 16 pog'onali mexanik transmissiya. Bu uzoq masofalarda va tog'li hududlarda ishlaganda katta afzallik beradi. Tormozlar 2 konturli pnevmatik tizim, ABS, motor tizimi bilan. Yoqilg'i baki 400 litr, maksimal tezlik esa 90 km/soatiga. Endi asosiy qismiga kelsak, beton nasosning ustida joylashgan qurilmasi. Ushbu qurilma 6 ta seksiyali bo'lib va 52 metr balandligi betonni uzatadi. Endi eng muhim qismi beton nasosining o'zi. 52 metrli Hovo Juhe avtobeton nasosida 6 bo'g'inli strelasi mavjud bo'lib, u 52 metr balandlikka betonni uzata oladi. Bu degani 16 qavatli bino balandligida beton quyish mumkin. Gorizontal masofasi 48 metr, pastga esa 37 metrli chuqurligigacha uzata oladi. Ya'ni 1 soatda 30 ta mikser mashinasini bo'shata oladi. Nasos bosimi past rejimda 8,3 megapaskal, yuqori bosimda esa 12 megapaskal. Oddiy qilib aytganda, bu tizim betonni juda tez, lekin barqaror bosim ostida uzatadi. Nasosning gidravlik tizimi ochiq tipda bo'lib, 31,5 megapaskal bosimda ishlaydi. Yog' baki 660 litr. Suv baki ham bor. Beton quvurlarini yuvish uchun ishlatiladi. Quvurlar diametri 125 mm, shlang uzunligi 3 metr. Boshqaruv radio pult orqali, ya'ni operator masofadan turib, nasos, strelani va tayanch oyoqlarini boshqarishi mumkin. Strelaning burilish burchagi 360 gradus. Kabina haqida batafsil aytib o'tamiz. Ushbu kabinasida barcha zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan va undan tashqari haydovchilar uchun eng kerakligi bu pnevma o'rindiqlar. Uzoq masofali yo'llarga ham bemalol odam charchamasdan borib keladi. Agar siz 52 metrli Hovo Juhe avtobeton nasosini sotib olmoqchi bo'lsangiz, Magistral Uz saytiga tashrif buyurishingiz mumkin. U yerda siz texnik tafsilotlar, mavjud model va narxlar haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Ushbu texnikalarimiz sotuvda 52 metrli, 36 metrli va 38 metrlilari mavjud va 1 yil kafolat beramiz. Agar buzilib qoladigan bo'lsa, servis xizmatlarimiz tekin. Videomiz o'z yakuniga yetmoqda. Agar ushbu texnik haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va narx haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada Hovo so'zini yozib qoldiring. Salomat bo'ling.